Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qaysi viloyatlarda yomg'ir qor yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 30-yanvar kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechki tomon yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi 3-5 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, ba'zi joylarda 13-15 daraja sovuqqacha, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuq, -1 daraja iliq bo'ladi. Muhim hodisalar 29-30 yanvar kunlari respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor deyiladi xabarda.